Uy hovlisi, mashina to'xtatish joyi yoki boshqa ochiq joylarda doim suv yoki sovuq o'tib turadimi? Yomg'ir yog'ganda yoki kuz faslida hovlidagi yog'ochlar ho'l bo'lib qoladimi? Buning uchun suv o'tkazmaydigan yopiq chexol qo'llaniladi. U sifatli PE materialidan tayyorlangan, mustahkam, yuqori harorat va sovuqqa chidamli, yomg'ir va shamoldan himoya qiladi. Oson yirtilmaydi va uzoq muddat xizmat qiladi. 4 tomoni ilgichli bo'lib, o'rnatish qulay, ishlatib bo'lgach yig'ish ham oson, turli maqsadlarda foydalanish mumkin. Hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, ushbu mahsulotni atiga 169 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. O'lchami 3x5 metr, 15 kvadrat metr bo'lib, keng doirada ishlatish mumkin. Yanada hamyonbop narx, soni cheklangan. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering. Bu mahsulot bir necha qatlamli, mustahkam PE materialidan tayyorlangan, turli ishlatish sharoitlariga moslab ishlab chiqilgan bo'lib, suv o'tkazmaydi. Yomg'ir yog'sa ham tashvishlanishga hojat yo'q. Quyosh issig'i va sovuqqa ham chidamli. Yozda ham, qishda ham bemalol foydalanish mumkin. 4 tomoni mustahkamlangan, burchaklarga ilgich qo'yilgan, o'rnatish qulay, turli ehtiyojlarga mos keladi. Hovlidagi o'yin maydonchasi, yog'och, mashina, o'simlik yoki don mahsulotlarini yomg'ir, chang, namlik va quyosh nurlaridan himoya qilish uchun ishlatiladi. Yilning 4 faslida foydalanish mumkin, sifatli va uzoq muddat xizmat qiladi. Hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, ushbu mahsulotni atiga 169 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. O'lchami 3x5 metr, 15 kvadrat metr bo'lib, keng doirada ishlatish mumkin. Yanada hamyonbop narx, soni cheklangan. Hoziroq qo'ng'iroq qilib, buyurtma bering.